Assalomu alaykum, hurmatli kuzatib borayotgan aziz opa-singil aka-ukalar. Mana xudo xolasa ustunovka jarayonidamiz hozir. Plastmasda termo ustunovka qilib bo'ladi. Xudo xolasa mana buni ko'rib o'tishinglar mumkin. Akfa plastmasda G106 deganidan. Ular divano paket bo'ladi. Buni yaqindan olib ko'rsanglar bo'ladi. Xudo issiqsovi o'ta mo'shniy bo'ladi. Sovuqqa garantiyalari bor. Termoni ham ko'rsatmay yaqindan. Ma'lumot eshiklari bor, qanaqa ochyapti. Bunimiz kvadrati $190, $200 chiqaradi. Verandalarimiz narxi $90 chiqaradi. Har xil ranglari bor. Qanaqa eshik bo'lsa, Akfa, MDF, yog'ochdan, plastmasda, termo hamma xizmatlari mavjud. Meva aloqaga chiqa olasizlar. Kimga qildirsam deb o'ylab yurmasdan nomerlar pastda qoldiramiz. Albatta ishlarimiz o'tadan like tugmasini bosib, kanalga yangi bo'lsanglar obuna bo'lishni unutmanglar. Chap tarafda qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ysanglar, yangi qilgan ishlarimiz birinchilardan bo'lib ko'z kuzatib borasizlar. Buni o'zi Andijon Xo'jobod rayoniga o'rnatganmiz. Shumkalar ichida bo'ladi bunlar. Tashqaridan umuman shum marjasida bo'lgan, eshitilmaydi tashqarida. Romlari ham ochilishlari mana pastgacha bo'lgan. Bu divano paket hamma yo'q. Ichkarilarni yog'ochlariga razmerlarni o'lchab oldik. Telegram asarlar ishlayapti. Razmerlar bo'lsa tashlasanglar hisob-kitoblarni qilib beraman.